meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim, sog'-omongina yuribsizlarmi? Ishlar bilan charchamasdan haftalik rasklad bilan keldim. Judayam kechikib qoldim. Ko'p kishi yozgansizlar haftalik qiling deb. 10 kunlik qilardim. Hozir endi haftalik bir marta haftalik qilib olay, keyingisiga yana 10 kunlik davom ettiramiz. Xullas ketdik 6-iyuldan 12-iyulga qadar bizani nimalar kutmoqda? Avvalambor sababchi bo'lgan biza. Like berib, obuna bo'lishni unutmanglar. Podpishka qilib yuborasizlar. Bilasizlar, bu yangi kanalim. Yana qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilardim sizlardan. Xayrli bo'lsin. Buni narsa faqatgina like berasiz, podpiska berasiz. Energiyalaringiz tushsa, sizlarga ishlaydi. Bir kun, 2 kunni yashab o'tishlaringiz mumkin. Hammasini yashaysizlar demayman sizlarga. Yomon energiyalar ketsin. Shamlarni yoqdim. Tozalanasizlar. Sizlarga uncha ko'rinmayotgan ekan deyman. Oltinchi yildan 12-iyulga qadar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6-chislaga bir qayergadir otlanishingiz ko'rinib turibdi. Qayergadir borishni rejalashtirib turibsiz. Bir 3 soatlik, 6 soatlik yo'l ko'rinib turibdi. Nimalardir hal qilishingiz, qandaydir planlaringizni, rejalaringizni hal qilish niyatingiz bor ekan deb turibdi. Bir ozgina seryozni ishlaringiz bor ekan. Ertangi kunda shularni hal qilishga yo'lga chiqasiz, xudo xohlasa. Bu yerda esa ozgina to'sqinliklar bo'lishi mumkin. Munosabatda ham, ishda ham nimani hal qilmoqchi bo'lib turibsiz, o'sha ishingizda ozgina to'sqinliklar bo'lishi kutilmoqda. 6-dan 7-chislaga qandaydir yuzlamachi insonlar, fitnachi insonlar bilan duch kelib qolishingiz ehtimoli bor. Ularga e'tibor bermang deb turibdi. Yuzlamachi insonlarga e'tibor bermang. Aqlingizdagi inson qandaydir o'zini olib qochishi ehtimoli bor. Gap so'zlar bo'lishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lasiz. Nimadir kutib turishingiz bor. Nimanidir kutib turibsiz. U insondan nimanidir kutib turibsiz. U yolg'on gapirib qo'yganini bilib qolishingiz ehtimoli bor. 200lamachi mana ko'ryapsiz. O 200lamachi ayollar ham bor, erkaklar ham bor. Bu yerda ayollar ham 200lamachilik qilib, masalan, sizga boshqacha gapirib, orqangizdan boshqacha ish qiladiganlar bor. Erkaklar sizlarga ham taalluqli. Yoningizdagi ba'zi insonlarga e'tiborliroq bo'ling. Siz bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin. U insonlar maskalik insonlar bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda yoningizdagi insonlar maskalik insonlar. Ulardan ehtiyot bo'ling. Chunki orqangizdan ish qilishlari mumkin. Ishda bo'lmasin, xoh munosabatda bo'lmasin, qanaqa vaziyatda bo'lmasin, orqangizdan ish qilish ehtimoli bor. Bir erkak yozibdilar. Erkaklar haqida ham oching, erkaklarni ham aytib o'ting. Necha yillardan beri sizni kuzataman degan so'z ekan. Endi mayli, shuncha kommentariy yozib qoldiribsiz. Rahmat. Bu nimangizni ham inobatga olaman, e'tiborsiz qoldirmayman. Erkak kishi nimada YouTube'da kommentariyaga yozib qolibdilarki, necha yildan beri sizni kuzataman. Erkaklarni ham qo'shib keting, faqat ayollarni aytasiz degan ekansiz. Mana erkaklar sizlarga ham tegishli. 6-iyulga masalan qayergadir borishni xohlab turibsizlar, nimanidir ishlarni hal qilib turibsizlar. Bir 3 soatlikmi, 6 soatlik yo'lga qayergadir bir ishlarni hal qilishga ketib turibsizlar. Lekin u ishlaringiz o'xshamasligi mumkin to'siqlar bilan turganingiz. Yoki erkaklar aqlingizdagi inson bilan munosabatlaringiz ozgina sovuqlashib, uzoqlashib ketayotganligi ko'rinib turibdi bu yerda. 7-chislaga erkaklar, ayollar, ikkovlaringiz ham yoningizdagi insonlardan ehtiyot bo'ling. Har kimga ham har xil gaplarni aytib o'tirmang deb turibdi.
Hozir birdaniga o'sha kommentariya esimga kelib qoldi-da, keyin aytib o'tishim kerak edi. Uchun mana aytib o'tirishingiz mumkinki, nimaga hamma ishni boshlayman, ishim o'xshamaydi. Bunisiga ketsam, unisi o'xshamaydi, unisiga ketsam, unisi o'xshamaydi. Xullas, nimagadir ishlarim yurishmayapti yoki munosabatlarda ham shunaqa bir keladi, ketadi, keladi, ketadi. Umuman bir ma'no yo'q yashashdan, siqilib qoldim, bir xil hayot tarzi deb siqilib qolgansiz. Mana shu to'sqinliklar bo'lib turgani ko'rinib turibdi. 8-chislaga qandaydir sirlarni ochilishi bor. Kim bilandir munosabatlarda, kimdadir ishda qandaydir sirlarni ochilishi kutilmoqda bu yerda. Sirlar ochilishi mumkin. Masalan, ishda aytishingiz mumkin. Qandaydir sir ochilishi ehtimoli bor deb turibdi. Yoki munosabatda aqlingizdagi inson bilan o'rtada nimadir sir bo'lsa, u sizdan nimadir yashirayotgan bo'lsa, o'sha ochilib ketilishi ehtimoli bor. Keyin ko'p o'zingizni siqmang, ko'p asabiy, ko'p nervsiz qilib o'tirmang, chunki sog'lig'ingizga ozgina e'tiborliroq bo'ling. Kasal bo'lib qolishingiz hech gap emas, bunaqa asabiy, nerv qilib o'tirishdan nima yo'q. Ko'proqgina dam olishga, o'zingiz uchun vaqt ajratishga aytishingiz mumkin. Musofirchilikda yuribmiz, bir kunimizdan masalan minutga kirib qolishimiz mumkin. Yo'q, masalan ishdan chiqib 1 soatgina o'zingiz uchun vaqt ajratishingiz shart va kerak deb turibdi. Hadeb harakat endi odamni o'ta charchadi. Erkaklar sizlarga ham taalluqli. O'ta mana shu kecha kunduzlarda o'ta shijoat, energiya bilan ishlab turibsizlar. Nimadir olaman deb turibsizlar. Oq mashina kimdir olish niyatida unda harakat qilib turibdi. Xudo xohlasa uni oladi u inson. Sizlarga 9-chilarga safarchilik, safarga yo'l otlanish, qayergadir borishlar, kelishlar, safardan qaytish yoki safarga borish, shunaqalar, to'xtab qolgan ishlar yurishib ketishi. Masalan, uy qurayotgan bo'lsangiz, to'xtab qolgan bo'lsa, yana tiklanishi, yo'lga qo'yishi bor. Yoki munosabatlar to'xtab qolgan bo'lsa, yana sekin-sekin munosabatlarning tiklanishi bor deb turibdi. Kimdir mashina, yana mashina chiqib turibdi. Kimdir mashina sotib olish niyati bor. Xotinigami, kimgadir bir mashina, onasigami kimgadir mashina sotib olish niyati bor ekan. U ham sekin-sekin bo'ladi, amalga oshadi deb turibdi, xudo xohlasa. Safarchilikka, keyin safariga, yo'lga otlanishlar chiqib turibdi bu yerda. Juda yaxshi, barakali kunlar. Niyatlaringizni erishishi, nimagadir boshingiz qotgan erkaklar sizlarga taalluqli bo'lib chiqyapti mana. Boshlaringiz qotgan, siqilishda, bu safarga chiqsam xayrli bo'ladimi, yo'qmi deb ikkilanishda turganlaringiz turibdi bu yerda. Munosabatlarda ham bu munosabatni davom ettirsam oxiri xayrli bo'ladimi yoki yana urush, janjal, tortishuvlar bo'ladimi deb juda ham siqilib qolgansiz. Kecha kunduz Allohdan so'rang, Allohdan panoh so'rang deb turibdi. Qaysi bir menga xayrli bo'lsa, erkaklar juda ham siqilib qolibsiz, tushkunlik tupikda qolibsiz. Mana shunda Allohdan so'rang, Allohga tavakkal qiling deb turibdi bu yerda. Shundaringiz amalga oshishi oson bo'ladi. Qaysi yo'l xayrliligi o'zi ochiq bo'ladi. Shunda ko'proq Allohdan so'rang, nima ishingiz bo'lsa Allohga tavakkal qiling, topshiringda ishingizni davom ettiravering. 10-chilarga bir injiq inson bilan nimanidir bahslashmoqchi bo'lib turibsiz. Injiq, xudbin, o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan, juda g'ururli, baland, mana shunaqa inson bilan bir tortishib qolishingiz, nimanidir bahslashmoqchi, nimanidir sporlashmoqchi bo'lib turibsiz. U munosabatda bo'lishi mumkin, u ishda bo'lishi mumkin, yoki yaqin bir oilada bo'lishi mumkin, yoki eringiz, yoki qaynotangiz, yoki o'zingizni otangiz. Mana shunaqa bir injiqroq odam bilan nimanidir sportlashishingizga to'g'ri kelib turibdi. Bu yerda
oxiri masalan u erkak baribir o'zini gapini o'tkazadigan inson. O'zini prav deb hamisha kelgan, o'zini prav deb hisoblagan, haligacha shu. O'zini haqligini ko'rsatib kelib turibdi. Baribir qancha sporlashingiz bilan u o'zini oqlab ketadi, yana siz vinovat bo'lib qolasiz. Bu yerda ishdami, munosabatdami, oiladami shunaqa bir erkak kishi bor ekan. Bu yerda orzularingiz, ayollar, orzularingiz o'ta cheksiz, o'ta ko'p, niyatlaringiz amalga oshishi kutilmoqda. Planlaringiz o'ta yaxshi, juda ham ko'p. Shu kecha kunduzlarda mehnat qilib yuribsizlar, bir katta narsa sotib olmoqchi ekansizlar. O'sha katta narsa Xudo xohlasa yaqin oralarda, Xudo xohlasa qo'lingizga keladi. U uchun faqatgina tilingizga ehtiyot bo'ling. Hammaga ham aytavering, men shu narsani sotib olaman yoki mana shu rejalarim bor yoki mana shu ishni boshlayman deb hech kimga hech narsa demang. Faqatgina sirligicha. O'zingiz bilasiz, Alloh biladi, boshqa hech kim emas. Hech kimga aytmasligingiz kerak. Shundagina bu orzularingiz amalga oshadi, bu niyatingiz amalga oshadi. Kimdir uy olmoqchi, kimdir mashina olmoqchi, kimdir yangi biznes ochmoqchi, kimdir ilm o'rganmoqchi. Mana shu ilm orqasidan masalan juda katta yutuqlarni olishi bor. Mana shularni hech kimga aytmang, hech kim bilmasin, o'zingiz sir bo'lib qolsin. Shu ishni boshlamasdan hech kimga hech narsa demang. Sizlarga aqlingizdagi inson uchinchi kishilar deb orqasini qilib turibdi sizga nisbatan yoki 3 kishi sababli nimanidir kelisha olmayotganligingiz yoki 3 kishi sizlar biznes bir nima boshlamoqchisizlar. Mana shunda ikkilanishlar bo'lib turibdi sizlarga. 12-chi sizlarga pul kelishi ehtimoli bor, sizga qo'lingizga pul kelish ehtimoli bor. Ko'pligina pul kelishi bor. Ishdan ketgan bo'lsangizlar, ishga qaytib kirishlaringiz ehtimoli yuqori. Mana ishdan ketgansizlar, ishdan ketishlar, siqilishlar, aqlingizdagi insonni 3-chi kishilar deb munosabatni tugalib ketishi kutilmoqda. Bu yerda bir narsa tugatmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'sha narsa tugatilib ketadi. Yoki qayerdandir bir pul kelishingiz kerak bo'lsa, o'sha pulni olasiz. Bu masalan oldi berdingiz, уже tugadi deb turibdi. Sizlarga aqlingizdagi insonni his-tuyg'ularini bilib qolishingiz mumkin. Yaxshi ko'rishini, sizga nisbatan mehri borligini, his-tuyg'ularini qandaydir so'z bilan ayta olmasa ham ko'zlaridan payqashingiz mumkin yoki qandaydir sizga iltifotlaridan payqashingiz mumkin. Siz yasholmasligi, sizdan insonni masalan demasligini his qilib qolishingiz mumkin deb turibdi bu yerda. Yosh qizlarga, turmushga chiqmagan qizlarga yosh yigitlardan masalan sovchi kelishi yoki sevgi, nima desam, sevgi izhor qilishi kutilmoqda bu yerda. Lekin aytishingiz mumkin, tez-tezi tovlanadi. Bugun qarasam men ustimda o'ladi, kuyadi, endi qandaydir mana shuni ko'klarga ko'taradi, mehrini beradi, yaxshi ko'radi. Ich-ichidan sevgisini his qilaman, ertasiga kuniga esa yo'q, bu kechagidan ko'ra bugunga nima yo'q, asar yo'q deyishingiz mumkin. Bunga esa o'zingizning xarakteringiz ham shunga yarasha masalan o'zgarib turar ekanda. U o'ylaydiki, qancha men bunga yaxshi gapirsam, nima qilsam o'zidan ketyapti, meni mensimayapti. Yaxshi gapirishda o'rniga bu boshqacha o'zini katta tutyapti deb uni xayoliga shunaqa bo'lib turibdi. Mana shu uchun u tez-tez tovlanadi. Rejalashtirib turibsizlar, nimanidir orzu qilib turibsizlar. Xomush bo'lib qolgansizlar. Mana shu ishim bo'ladimi? Mana shu munosabat bo'ladimi, o'xshaydimi, nima bo'ladi oxiri deb siqilib qolgansizlar. Ayollar, erkaklar, siqilmang. Baraka bor sizda, omadning kelishi bor, noshukrlik qilmang. Allohim sizga berib turibdi, berganiga shukr qilib,
Allohga bir shukrona aytib, ichingizda bir tinch joyga o'tirib, bir Alloh bilan suhbatlashib, dildan, ichingizda, ko'nglingizdan mana shu yashab turgan muhitingizdan, kim bilan yashab turgan bo'lsangiz, o'shani baribir hammada ham bor injiqliklar, qiyinchiliklar, lekin hammasiga ham shukr qilib, Allohimga behisob shukr deb, chin dildan Allohimga shukronalar qilsangizgina, sizni barakangiz ham kengayadi. Oilangizda baraka, xursandchilik, ishingizda baraka bo'ladi. Yashab turgan, masalan, mana yashab turibmiz, halovat. Birinchi navbatda insonni halovati bo'lishi kerak. Qachonki halovat bo'lsagina, ishingiz ham yurishib ketadi, munosabatlaringiz ham yaxshi bo'ladi, nasriyingiz ham yaxshi bo'ladi, ish qilgingiz ham keladi, o'zingizni qushda yengil his qilasiz. Qachonki halovat bo'lmasa, og'risiz, ish qilgingiz kelmaydi, siqilib qolasiz, yig'lagingiz keladi, boshingiz og'riydi. Uyga ham qaramaysiz, farzandlaringizga ham qaramaysiz. Eringiz bo'lsa, xoh sevganingiz bo'lsa, hech kim bilan qaramaysiz, chunki halovat yo'q, tinchlik yo'q. Mana shu uchun Allohimga faqatgina shukronalar aytishimiz kerak, chin dildan, yurakdan aytishimiz kerak. Shundagina bizning hayotimiz o'zgarib ketadi. Shundagina u o'zimizni qo'limizda, baxtni yaratish bizning o'zimizni qo'limizda. Hech kim "Men senga baxt" demaydi. Hech kim sizni baxtli qila olmaydi. Hech kim sizga "Mana baxt olgin, yasha" demaydi. Bu baxtni o'zimiz faqat yaratamiz. O'zimiz qalbimiz bilan yaratamiz. Allohga shukronalik qilib, daftar oling, oching, yozing tinmasdan. Har kun shukronalar yozing, meditatsiyalar qiling, o'zingizni ustingizda ishlang. Shundagina hayotimiz qandaygina chiroyli ekanligini, qanaqa zamonda yashab turganimizni his qilishimiz kerak. Shunisiga ham shukr qilishimiz kerak. Hozir nima bo'lib ketyapti kundan kunga? Noshukrlik ko'payib ketyapti. Noshukrlik sabab insonlarni ko'ra olmaslik bo'lib ketyapti. Bu o'tib ketyapti, men qo'lyapman, mana mashina oldi, bu uy oldi, mana tilla oldi, yoki erkaklar aytishingiz mumkin, mana bunisi ikkita xotinni olib boqib yotibdi, men qila olmayapman deyishingiz mumkin, yoki mana ikkita uchta mashina oldi, mana bolasini o'qitib turibdi, mana uchastka, mana kvartira, mana boshqa qilib turibdi, lekin menda yo'q deyishingiz mumkin. Uni asl tagi negizi bu noshukrlik. Qancha noshukrlik qilaversangiz, shuncha orqaga ketaverasiz. Ana shu uchun faqatgina shukr qilasiz. Baxtni o'zingiz yaratasiz. Baxtli o'zingiz bo'lsangiz, boshqa insonlarni baxtli qila olasiz. Ariz uchun adelashtirmoqchi bo'lsangizlar, +7 nomerim qoldirilgan. Bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Ayrim joylar o'zingizga tegishlisini olasizlar. Kimning energiyasi tushgan bo'lsa, shuniki shu yashab o'tadi shu inson. Keyingi ochirimda yana qanday mavzularda ochirim qilay, shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlardan minnatdorman. Sog' salomat bo'linglar.